Velosiped minamiz. Voy, voy. Ketdik aka, ketdik. Haydang. Shoshma, Xanna. Yo'lga tushish oldidan duo aytmadik-ku. Ha. To'g'ri aytasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hoy, men keldim. Umar, Hanna, sizlarga ajoyib sovg'am bor. Voy! Zo'r velosiped ekan, ha? Katta rahmat, dadajon. Arzimaydi. Qani, yuringlar, bog'da aylanib kelamiz. Hayya, shoshmang bolalar. Yurishdan oldin nima deyish kerak? Men bilaman, dada. Safarimiz yaxshi o'tsin deb duo o'qiymiz. To'ppa-to'g'ri. Yana himoya vositalarini taqib olishingiz kerak. O'zimiz ham ehtiyot choralarini ko'rishimiz joiz. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy! Hey! Voy! Qiyinish ekan. Hech qisi yo'q, Hanna. Astoydil harakat qil. Qattiqroq bos, Xanna. Bo'lmasa yurmaydi. Xo'sh. Aha. Yaxshi. Unda bunday minib ko'rchi. Bemalol. Ya. Voy! Voy! Men olmayapman-ku, ha? Bip. Kattaroq bosing akajon, bo'lmasa yurmaydi. Ya. Ha? Umar, ehtiyot bo'l. Ko'rishguncha, Xanna. Hanna, sen ham pedalni shunday aylantirishing kerak. Endi yuryapti. Rahmat dadajon. Arzimaydi, qizim. Voy! Qo'rqma, ushlab oldim, Umar. Bo'ldi. Ehtiyot bo'l, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, dada. Ikkingiz ham ehtiyot bo'ling. Xo'p bo'ladi, dada. Voy Umar, ana u daraxtgacha boramizmi? Kim birinchi yetib borsa, o'sha yutgan bo'ladi. Ya, Xanna, shoshma. Voy Umar, to'xtang. Voy! Ya. Voy, juda past ekan, ha? Men qo'rqyapman. Yaxshi sekin tushaman. Sirayam qo'rqma, Xanna. Kel, duoni o'qiymiz. Akajon, ehtiyot bo'ling. Hech narsa qilmaydi. Axir duoni o'qiganman-ku. Ha! Voy! Astag'firulloh alazim. Latimadimi, Umar? Shunaqa shekilli. Dada, avval duoni o'qib oldim, lekin baribir yiqilib tushdim. Nega, dadajon? Duoni aytish juda muhim, lekin ehtiyot bo'lish ham muhimdir. Men shunaqa qildim. Judayam ehtiyot bo'ldim. Sal sekinroq haydashing kerak, xo'pmi? Shunda hech narsa qilmaydi, inshaalloh. Xo'p bo'ladi, dada. Bundan buyon ehtiyot bo'lib minaman. Barakalla. Doim sog'-omonmiz, Allohim har narsaga imkon beradi. Sensiz juda ojizmiz, Robbim shunday ekan, qo'llagin bizni doim. Deymiz faqat o'zingga shukr. Izmingdamiz, ne bo'lsa taqdir. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Hoy do'stlar, velosiped minishdan oldin Duoni o'qish kerak. yana shuningdek Doim ehtiyot bo'lish kerak. Shunda hech qayrimiz lat yemaydi inshaalloh. Alhamdulillah.